Assalomu alaykum aziz kulishodalari. Hop, bugun klematis ekamiz. Mana Xitoydan kelgan klematislarimiz. Hop, bu 51-raqam. 51-raqamda hozir ekamiz. Mana ildizlar rosa zo'r. Buni boshqa sortlaridan o'zimga ham aytganman. Xudo xohlasa unlardan ham ekmoqchiman. Mana ildizlar rosa ham zo'r. Yerga moslashib olsa, o'zi barg chiqaraveradi. 51dan hozir o'zimga ekaman. Tagiga o'sha torfli, pititsilni, o'sha svetochniy gruntlarga mos o'zi gruntim bor edi. O'shandan solyapman. Agar sizlarda yo'q bo'lsa, perlit, vermikulit biogomusga aralashtirib eksalaring yana ham chiroyli bo'lib o'sadi. Mana hozir qo'ydim. Ildizi zo'r mana, umuman chiramagan. O'sha 90 mingdan avvalilar kam qolgan. Har xil sorti, buni sortlari Gollandiyani price'da ham yo'q. Bu chiroyli sortlari kelgan. Mana bu yil yeringizga moslashadi. Zo'r bo'lib ochilib o'smasligi mumkin, lekin xudo xohlasa keyingi yilga rosa ham chiroyli bo'lib o'sib chiqadi. Hozir mana solib oldik. Endi yer tuprog'idan solamiz. Keyin yer tuprog'idan solganimizdan keyin tepasiga kakao chips solib qo'yish kerak. Chunki bu quyoshda tepasi o'saveradi. Quyoshda bemalol o'sadi, lekin tagi salqinroq tursa juda chiroyli bo'lib o'sadigan gul hisoblanadi. Hozir sizlarga oxirini ko'rsataman. Mana ekib oldim. Ekib tepasiga o'sha oddiy tuproqdan tashlab, kokosli chipsim bor edi, shundan tashlab qo'ydim. Sizlarda karami, kokosli chipsmi yoki daraxtni misol shoxlaridan chiqqan po'stloqlari bo'lsa ham bemalol eksalaring bo'laveradi. Mana hozir buni ekdim. Endi xudo xohlasa chiroyli bo'lib ko'klab ketadi. Agar misol bu 51-raqamda ko'klagani bor ekan, qo'limga kirgan olib keldim. Shoxda o'zi bo'lsa ham chiqaraveradi bu. Bu qo'rqmasdan bemalol olaverasizlar. Xo'p, hozir buni oqini ko'rsataman sizlarga. Bitta gullarimiz ko'p, lokslar, xrizantemalar. Mana hozir klematisda bu oqi kelganda mana shunaqa barglari bujmayib, xunuk holatda kelgan edi. Mana hozir o'sib, o'zi gullar ochib, mana juda chiroyli bo'lib, mana yangi chiqargan barglari. Bu o'zi yangi chiqardi barglarini. Keyin sekin moslashadi. Keyingi yilga mana bu qurigan shox emas. Bu o'sha keyinchalik katta, yoshi katta bo'lgan shoxlar shunaqa rangga kiradi. Yangi chiqarayotgan shoxlari shunaqa yashil bo'ladi. Keyin yoshi katta bo'lgan sari keyingi yilga bundan ham chiroyli bo'lib, bundan ham katta bo'lib, pishni bo'lib o'sadi. Mana bu gigant gullisi. Buni har xil sortlardan kelgan. Avvalilar kimga kerak bo'lsa, ma'lumotlarni foydali bo'ldi degan umiddaman. Buni ham tagiga mana kokosli chips solib qo'ydim. Tagini salqinroq, tepasi quyoshda bemalol o'stiraverasizlar. Bunga hozir biz xudo xolasa reyka qilamiz. O'sha temirli setka qilamiz. Keyin juda yana ham chiroyli bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.